Ikkinchidan, geologiya ishlari nima bo'ladi? Geologiya ishlari qancha pul berasiz? Umuman shu хотя бы neft-gazli geologiyasiga. Neft geologiyasi bo'yicha Shavkat Miromonovich bu yilning o'zida 195 million dollar pul ajratamiz biz. Bu yilda o'zida. Bu yilning o'zida. Nimaga asfaltga qilasizlar? Qanday nima qayerdan olasiz bu pulni? Bu pulni birinchi o'zimizning mablag'larimiz hisobidan olamiz. Qayerdan olasiz? 100 shuncha debitorligi o'ndirish hisobiga Shavkat Miromonovich. Debitorligi o'ndirish hisobiga birinchi navbatda bu ekvivalent siz so'mda aytyapsiz. Tak 125 million dollari valyutada, qolgani so'mda. Kim beradi 125 million dollar? 125 million dollar eksportimiz hisobiga Shavkat Miromonovich. Bu yil shuncha imkoniyatlaringiz bormi? Eksportdan 125 million pulni geologiya olib qolish imkoni bormi? Bor Shavkat Miromonovich. Qaysi hisobidan? O'zimizning gaz hisobidan, eksportidan, polietilenni hisobidan, neft mahsulotlarimiz eksportining hisobidan. 125 million. Shu gapingizga javob berasiz? Javob beraman. 125 millionni siz bu yil chisti geologiyaga berasiz. Da, Shavkat. Bu Sanaqo'lovni iligidan tashqari? Yo'q. Bu faqat geologiya ishlari. Neft-gazli geologiya. Neft-gazli geologiyasi. O'zbek neft-gazli geologiyasiga. 125 million dollar. Yil yakunigacha shunga javob berasiz? Javob beraman. Hech qanday konvertatsiya so'ramaysiz. Yo'q, Shavkat Miromonovich. Yaxshi. Million dollarni yil yakuni bo'yicha necha foiz, mana shuncha o'tgan yillari, mayli 20 milliard to'g'risida gapirmaylik, o'tgan yilga bo'lgan investitsiya bo'yicha mana skvajinlarda qancha pul beryapmiz, qancha gaz va neft ko'payadi? Bu yil yakuniga binoan Shavkat Miromonovich 2017-yil deyapman. 2017-yilda nima ko'payadi, qancha ko'payadi? 2016-yilga nisbatan 657 million kubometr gaz ko'payadi. Qancha? 657 million kubometr. Nimaga buncha kam? Kelasi yilga Shavkat Miromonovich o'zi 5 milliard ko'paytiramiz. Bu 650 millioningiz hech gap emas. Bu sharmandalik, bu shuncha pul berib, значит, siz umuman tayyorgarlik qilmagansiz neft bo'yicha. Bu gapingiz menga umuman noma'qul. Siz yaxshi ichiga kirmagansiz. Ikkinchi, menga bitta savolga javob bering. Mana Uztransgazning pulini janob Sultanov endi hamma yerini tozalab berdik. Qaysi davlatda Uztransgaz bunday ahvolda? Hech qaysi davlat Shavkat. Xo'sh, siz shu davlatning vakiliksiz, siz bosh vazir o'rinbosari. Siz shu necha yildan beri shu sohaning egasisiz. Nimaga shu pulini joyiga qo'ymaysizlar? Nima uchun shu Mahmudovni siz o'zingiz tavsiya qildingiz? Biz qo'ydik, mana u o'g'irlik qildi, bittasi turmada yotdi, Vagapov degan narsa. Undan keyin Mahmudov keldi, hech bola qilmadi. Qani nima? Qancha siz mana shuni tagiga tushib, debitorni qachon joyiga qo'yasiz? Qancha, mana hamma bosh vazir o'rinbosariga shu savol. Qancha nidayumkani qo'yasizlar, qancha debitorni joyiga qo'yib, menga investitsiya kirgizasizlar? Bo'lmasa menga sizga o'xshagan bosh vazir umuman kerak emas. Смотрели. Сколько денег до конца года у Трансгаза, вот ты как руководитель, только подумай и скажи, поставишь на казну государства. Сколько денег возвратишь? Сакат Иванович, при той системе, которую мы сейчас наладим и отрабатываем в Ташкенте, Ташкенте. Слушай, я тебе вопрос задаю, ты можешь отвечать? Нет, профессионально. Я понял, Сакат Иванович. Говори, не надо мне твои эти все. Тот мне говорит всякие небылицы, ты мне говоришь. Вы вообще способны работать или нет? Вот это на вопрос. Скажи, сколько денег поставишь? Вот так. Что ты сюда пришел? Я тебе это государственные деньги спрашиваю, не твои и не мои. До конца года, Сакат Иванович, 90% собираемости мы обеспечим. Алишер Сайдабасович, я тебя очень уважаю. Вот я в милиции, почему вот это, мы поменяли, министр тоже. Вот когда мне говорят проценты, знаешь, это хьянат был. От какого процента 90% ты обеспечишь? От 3 рубля или от 100 миллиардов долларов? Ты мне говори, зачем ты мне такие вещи говоришь? Что, я с учителя пришел в школу, что ли, сюда? Mana G'ulomjon Inomov savolga javob berish. Mana eng maqtagan rahbaringiz. Тебе не стыдно? Вот, тебе же сказали подготовиться. Вы все привыкли на ура-ура пройдет совещание. Не пройдет на ура-ура. Если не можешь управлять, скажи, что я не смогу. Такой балласт попал. Мы же тебе juda yaxshi niyatlar bilan olib keldik-ku.
Что ты технар, понимающий человек, pastdagi ishni biladi deb Sulton neftigazni joy-joyiga qo'ygan odamni olib keldik. А? Я думаю, что ты подготовишься. Нефтегаз умуман не готов. Ты совершенно не готов. Вот я тебе объявляю выговор и даю 6 месяцев, чтобы ты с Устрангазом совсем на сегодняшний поставили, всех своих собери, вот этот выговор донеси до всех. Алишер Саид Аббасович. Ты понял, да? Есть. Ibragimov Normat Sadullayevich ishdan olish taklif qilaman. O'rtoq Ibragimovga G'ulomjon degan G'ulom Inomovichga 15 kunda ichida rahbar bo'lib odam topasiz. Tushundingizmi yo'qmi? Ishdan olish. Bor tur joyingga. O'z neft mahsulotlarida rahbari ham Sultonov Baxtiyor Sobirjonov ham ishdan olish. Va buni o'rniga 15 kun ichida bu odam hamma narsani hisob-kitob qilsa, keyin men o'zim aytaman nima qilish kerak. Hozir buni o'rniga odam topish kerak. Bir tushunakon, hisob-kitobni bilakon odam. Nimaga desangiz, bu odam mana hozir ham hali tushunmayaptiki, davlatga qancha zarar yetkazyapti bu odam. Zarar. Sultonim, tushundingmi? Men senga necha marta aytganman. Sen silliq bo'lib qachongacha yurishing mumkin? Qachongacha yurishing mumkin silliq bo'lib? Hammang o'zingga aravangni torting deb, nima uchun men 3 soat daklat qildim? Nima tayyorgarlik qilmay kelding? Noinsof. Xulosa qilaman. Nima? Xulosa qilaman. Nima xulosa? Xulosa boshqa yerda qilasan. Biz o'zimiz xulosa qilamiz. Tur joyingda. Necha marta sizga aytilgan, ey janob Ro'ziqulov, standarticha kiring. Bir ahmoqni olib kelib o'tkazib qo'ydingiz. Qip-qizil o'g'ri odamni olib kelib o'tkazib qo'ydingiz. Haqiqatan shunaqa Shavkat, mana yuribdi hali, pasporti sizda-ya? Men bilaman uni nima qanday qilib joy-joyiga qo'yishligini uni. Shuning uchun Iminovni ishdan olish taklif va mana shu taklifni bir 15 kun ichida yangi shu hozirgi zamonni tushungan va soat ligisi bor. Ulug'bek Ubaydullayevga men mana sizga ogohlantirib hayfsan bermoqchiman. Nima uchun? Mana o'zingiz tasavvur qiling. Oldingi kompleks bilan sizning kompleksingizni hajmi qanday kichkina, to'g'rimi? Lekin siz ham bosh vazir o'rinbosarisiz. Siz ham kabinetda o'tiribsiz, majlisda o'tirasiz, chiroyli bo'lib hammalaring. Aravani tortish bo'yicha hech kim avtoprom dabdala bo'lgan. Bironta sohada o'zgarish yo'q. Shuning uchun Ulug'bek Ubaydullayevich, siz yosh rahbar bo'lib qolib, bu lavozimni buni qadriga yetmayapsiz desak to'g'ri bo'ladi. Qadri degani odamlarni bu juda katta ehtiyoji. Sizning katta sohalaringizda agar avtomobillarni Rossiyaga bo'lmasa Ukrainaga sotish kerak, Ukrainaga bo'lmasa kechirasiz, men sizni nima uchun Pokistonga yuboryapman ertaga ham. Borib shu yerni otang yaxshi, onang yaxshi deb mashinani olib borish kerak yerga. To'ldirish kerak. Har bir mashina u ishchi joy, har bir mashina sotilgan valyuta u. Nimaga o'zingizni qiynamaysiz? Sizda hamma vakolat bor. Bironta odamni men ko'rmayman o'zlaringni yondirganlaringni. O'sha bizning transformator butun O'rta Osiyoga sotilardi bir paytlarda. Uni hozir mavqeini shunday qilsa bo'ladi. O'rtoqlaringiz bor Koreyada, Xitoyda likkillab davlat cheklariga borib kelasizlar hammalaring. Bizga o'xshab arnasaga bormagansizlar, faqat davlat yurgansizlar. Bitta narsa olib kelmaganlarki sizlar. Shuning uchun o'sha transformatorni ham tezroq hidoyat degan vallomat faqat byurokratiyani biladi, boshqa hech bo'lani bilmaydi. Ты получил мое поручение? Я 3 oy qilib chasasam. 3 oy chasasam yana. Твое счастье, что ты сюда сегодня не пришел. Tushunarli. Вообще seni men bosh vazir o'rinbosariga aytaman, с тобой надо уже прощаться, потому что ты oyog'ing yerdan uzilgan noinsofsan. Ko'rdingizmi, mana men sizga hamma gapni, qaysi gapda noto'g'ri gap gapirdim? Hamma sohani. Siz kompleks rahbari qaysi sohani uddabron qildingiz? Qaysi yuribsiz o'day? Men bosh vazir bironta sohani pichoq qilayotgan sohani bir namuna qilib ko'rsatolmayman. Men qiynagan odamni juda yaxshi bilaman. O'zini qiynab bo'lmasa, men u odamni qo'lda ko'tarishga roziman. Tomoshabin bo'lib o'tirgan odam bilan men hech qachon ishlamayman. Ana shuni biling. Hammamiz
vaziyatni yomon deymiz. Faqat yomon deyishga bilasiz. Yomon bo'yicha kim qilib yaxshi qilish kerak? Kim yaxshi qiladi? Sizlar yaxshi qilishlari kerak, men yaxshi qilishim kerak. Shuning uchun men bugun yiqqanim mana sizlarga salgina mana shu nima deydi, dunyo qarashlaringni o'zgartirish emas, umuman nima uchun shunday 32 millionda shunday 3 ta 4 ta bosh vazir o'rinbosarlari bor? Nima uchun? Aravani tortish uchun, kabinetda o'tirish uchun emas, balandparvoz raport berish uchun emas. Men birontalaringiz spravkalaringni o'qishdan yiroqdaman. Kerak bo'lsa o'zim o'rganib olaman joyiga borib. Menga natija kerak. Pirovard maqsad kerak, odamlar rozi bo'lish kerak. Shuning uchun hamma narsani bugun o'z nomi bilan keyin bu yerdagi balandparvoz gap, har bir vazirning o'sha Qoraqalpog'istonda har bir rayonda yoki Xorazmda yoki Qashqadaryoni har bir rayonda vertikal tizimini sezishim kerak men. Har bir vazir. Ana shundan keyin jamiyatimizda o'zgarish bo'ladi. U balandparvoz gap bu yakunda bitta vazir yo bitta chiqib qasak chalish u zamon o'tdi bo'ldi. Zamon ko'tarmaydi. Xalqimiz ishonmaydi. Mana juda ko'p viloyat rahbarlarini almashtirganimiz, u nima uchun almashtirgan? Aravani tortolmaydi ular. Zamonaviy fikri yo'q. Ertangi hayotdan tasavvuri yo'q. Shuning uchun biz majbur bo'ldik ularni almashtirishga. Ko'p rahbarlarni hali baribir kelajakda almashtirishga to'g'ri keladi. Nimaga desangiz, bugun mana o'zlaring ko'rdilaring, ko'zlarida nur ham yo'q. Ular o'rganib qolgan eskicha ishlashga, ko'plar. Endi eskicha ishlanmaymiz. Nimaga desangiz, zamon talabi mutlaqo boshqacha. Shuning uchun men sizlar bilan bugun mana yakun qilib bitta narsaga da'vat qilmoqchiman. Albatta, do'st achitib gapiradi deydi. Bizda eng katta muddaomiz bugun bir-birimizni to'g'ri tushunib, natijaga ishlash va takror aytaman, aravani hammamiz o'zimiz tortish. Ikkinchidan, geologiya ishlari nima bo'ladi? Geologiya ishlari qancha